Avvalambor assalomu alaykum TikTok ahli. Yaxshimisizlar, qandaysizlar? Esalomon tong ottirib, hamma ro'zadorlar ro'zalar ushlab oldilaringmi? Xalqimga mingdan ming rahmat, xalqimizga orqasida turgan shu Sardorbek ukamiz. Otangizga rahmat, enangizga rahmat, shunchalik ota-onangizga mingdan ming rahmat. Hammani nomidan juda chiroyli ehson badillar bo'ldi. Juda ham chiroyli ehson bo'ldi. Hammani xursand qildingiz. 10 tadan oshiq odamni xursand qildingiz. Alloh rozi bo'lsin. Uncha-munchasini qo'lidan emas. Orqasida turib gapirganlar. Orqasida turib gapirganlar, eshitdinglar, gapirmanglar unaqangi. Sizlar qo'llaringdan kelmadimi? Yaxshilik qilish. Bu bolani qasddan gapirmanglar. Qanday pul topyapti, ehsonini qilyapti. Ehsonini qilyapti. Orqasida qancha bo'lsa ehsonini qilyapti. Alloh rozi bo'lsin shu boladan. Tan joni sog' bo'lsin, hech qachon bemorlik nima bilmasin. Tez kunda onasini, otasini bag'riga, O'zbekistonga yetib kelsin. Kechirimli xalqimiz kechirimli. Bundan battarlarini kechirgan Sardorda aybi hech qancha nima emas, kechirmaydigan darajada emas. Ilohim kechirilsin. Shuni so'raymiz xalqimizdan. Kim shu bolani kechirsin, O'zbekistonga qaytsin deganlar like bosamiz shu bolaga. Like bosamiz. Oson emas. Gapirganlar, o'zingiz bir kun bitta insonga shunaqa normal ehson qilib berdingizmi? Bitta insonga gapirasiz orqasidan. Gapirmanglar. Ayniqsa nogironlarga qilingan ehsonini qarang, biram chiroyli chiqdi. Alloh rozi bo'lsin shu ukamizdan. Mingdan ming Alloh rozi bo'lsin. Ko'pni duosini oldi bu bola. Bu bola Xudo xolasa jannati. Real hayotda bu rolda bu bitta rol. Hayotda bitta rol ijro etyapti. Kerak bo'lsa artistlaringiz ham bitta rol ijro etadi. Anikka chiqib sizga bitta nimani ko'rsatib beradi. Bu bola ehsonini qilib, haqiqiy hayotini ko'rsatib beryapti. Bunday bo'ladi deb. Alloh rozi bo'lsin shu ukamizdan. Umrlar uzoq bo'lsin. Qilgan ishlari bardavom bo'lsin. Topganlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Buni orqasida turgan xalqim, hammalaringa minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni olishmagan bo'lsa ham, bizni ko'tarishmagan bo'lsa ham biz xursand bo'ldik shu bolani qilgan ehsonlaridan. Bitta nogironni oyoqqa turishiga, oyoqqa turmagan taqdirida ham nogiron baqqan odam biladi. Oyoqqa turish uchun imkoniyati yo'qdir. Balkim o'sha pulni bir o'zi uchun ishlatadi, farzandi uchun ishlatadi. Sizdek sog'lom insonlarga o'xshab alikka chiqib ishlay olmaydi. Bitta nogiron emas. Bitta nogironga qaragan odam ham nogiron hisoblanadi. Shuni yaxshi bilinglar. Qaragan odam ham nogiron hisoblanadi. Turishi jasadi tirikday turar. Sog'lomdek ko'rinar. Lekin uni ichidan nima o'tganini nogiron baqqan odam biladi. Orqasidan gapirmanglar. Shuncha insonni baxti. Ko'rdingiz bitta ayolni ikkita farzandi nogiron. O'zi undan tashqari yana farzandlari bor ekan. Alloh rozi bo'lsin. Qancha bersangiz kam, qilgan ehsonlaring qabul bo'lsin. Mehribon xalqim, qilgan ehsonlaring har doim qabul bo'lsin. Alloh sizlarni umrlaringda, rizqlaringda, kasbkorlaringga Alloh baraka berib yursin. Mingdan ming rahmat. Orqasidan gapirmanglar Sardorda. Orqasidan gapirmanglar. Xalqim kechiringlar. Shu bolani kechirdik, xalqqa qaytib kelgin deb hamma aytsin. Qaytsin, onasini bag'riga qaytsin. Ona izor kutyapti uni. Bu bolani uylangisi kelmaydimi? Bolali chaqali bo'lgisi kelmaydimi? Keladi. Imkoniyat beringlar. Imkoniyat beringlar shu bolaga ham. Sizlar uchun jonini beryapti, sizlar uchun. TikTokda bir og'iz ikkita gapni to'liq gapirib turish ham oson emas. Gapirib to'xtamay gapirdi shu bola. 2 soat o'tdimi, 3 soat o'tdimi ehson to'xtamay gapirdi. To'xtamay gapirdi. Onasiga rahmat. Onasiga mingdan ming rahmat. Shu bolani hammamiz like bosamiz, Sardorga yetkazdiramiz. Xalqim, hammalaring birlikdamiz.
sog' bo'linglar.